Hürmetlik Şarkı Türkistanlık qarindoshlar. Şarkı Türkistan xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Şarkı Türkistan sürgünde hökuməti Belgiya baş ministerini Xitoy Şarkı Türkistanda sodir qilayotgan masalalarni hal qilishga chaqirdi. Belgiya baş ministeri Alexander De Croo 11 yanvardan 12 yanvargacha Xitoyni ziyorat qilmoqchi bo'lgan. Şarkı Türkistan sürgünde hökuməti 9 yanvar günü Belgiya baş ministeri Alexander De Crooni Şarkı Türkistan meselesini hal qilishga chaqirib, axborot e'lon qilgan bo'lib, axborotda Şarkı Türkistan xalqiga vakillik qiladigan Şarkı Türkistan sürgünde hökuməti Belgiya baş ministeri Alexander De Crooni 11 yanvardan 12 yanvargacha Xitoyga qilgan diplomatik ziyorati jarayonida ishg'ol qilingan Şarkı Türkistandagi kritik insoniyat krizisini hal qilishga chaqirdi. Xitoy hukumatining Şarkı Türkistandagi zulmi 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlarini jazo lagerlari va turmalarga so'lab qo'yish, millionlagan kishining majburiy emgak lagerlarida qul qilinishi, keng ko'lamlik nazorat qilish, dinni bostirish va madaniyatni yo'qotish qatorliq qilmishlarni o'z ichiga oladigan bo'lib, Uyg'ur va boshqa turk xalqlarini nishon qilgan yo'qotish tirishchanligi xalqlarning aralashib jiddiy hal qilishini talab qiladi. Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilingan manbasi Şarkı Türkistonni ishg'ol qilish va mustamlika qilishdan iborat bo'lgan Şarkı Türkistondagi keng ko'lamdagi zulmi Belgiya va Yevropa birlashmasi qo'llagan kishilik huquq va o'z taqdirini o'zi belgilash prinsipiga jang e'lon qildi. Şarkı Türkistan sürgünde hukumatining bexatarlik va tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor bu masalaning jiddiy ekanligini ta'kidlab, Belgiya Yevropa İttifaqı Kengashining navbatchi raislik vazifasini o'tayotgan davlat bo'lg'achqa, xalqaro jamiyatni yetaklab, Xitoyning Şarkı Türkistondagi vahshiy zulmi tufaylidan javobgarlikka tortishda tepilg'usiz fursat va axloq mas'uliyatiga ega. Belgiyaga o'xshash davlatlarning qo'llashi bizning adolatga, kishilik qadr-qimmatimizga erishish ko'rishimizda intayin muhim ahamiyatga ega. Baş minister De Crooning Xitoy ziyorati xalqaro sahnada muhim ta'sir paydo qilish va Şarkı Türkistondagi zulmga uchragan kishilarni zulmdan qutuldirishning fursati dedi. Baş minister De Crooning Beijingdagi suhbati atalmish Xinjiangdagi insonparvarlik krizisining ig'irligini va hargiz qaytalanmasin, kishilik izzat hurmatini saqlash, shundaqla xalqaro qonunga amal qilish va'dasida ching turishdagi dunyoviy majburiyatini aks ettirishi kerak. Şarkı Türkistan sürgünde hökuməti baş ministeri De Crooning ovozini chiqarolmayotganlarning ovozi bo'lishini va Şarkı Türkistan xalqining huquqini qo'g'dishini talab qiladi. Şarkı Türkistondagi ahvol faqat rayon xarakterlik masala bo'lib qolmasdan, balki dunyoning kishilik huquq o'lchami, xalqaro qonun va bexatarligiga ta'sir ko'rsatadigan xalqaroliq muhim masala. Xitoyning Şarkı Türkistonda davom qildirayotgan irqiy qirg'inchilik va keng ko'lamda qo'l qilish qilmishi davrimizdagi eng jiddiy kishilik huquq krizisining biri. Xalqaro jamiyatning bu vahshiylikka qaytirgan inkosi kishilik huquq va adolatga bergan va'dasining isboti hisoblanadi. Belgiyaning rahbarligi bu masalalarni xalqaro diplomatiyaning oldingi qatoriga qo'yishda muhim rol o'ynaydi. Şarkı Türkistan sürgünde hukumati Şarkı Türkistondagi krizisga dunyoviy qarshilikni boshlatish uchun Baş minister De Crooni diplomatik ta'sirini ishga solishga chaqiriq qiladi. Şarkı Türkistan sürgünde hukumati Şarkı Türkistan xalqining huquqi va erkinligini qo'g'dash, shundaqla Şarkı Türkistanning mustaqilligini asliga keltirishda izchil ching turadi deyildi. Xitoy o'ziga qora yuqtirmaslik maqsadida Amerikaning ba'zi axborot vositalarining xabarlarini burmlab, o'zi uchun xizmat qildirishga tirishib, go'yo chet elliklarni atalmish Xinjiangga sayohatga taklif qilgan. Xitoyning chet elliklarga qarata tashviqot olib berish uchun xizmat qilgan Zuani yer shari vaqti 9 yanvar kuni Xitoyning Şarkı Türkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oqlash maqsadida Amerika axborotlaridan CBS xabarlarining atalmish Xinjiang bilan munosabatli xabarini burmlab, chet eldagi boshqa axborot vositalaridan farqli holda xabar e'lon qilib, muxbirning Şarkı Türkistonni ziyorat qilish jarayonidagi ko'rgan anglaganlarini obyektiv xotirlab manganligini, yerliklarning muxbirga hamma narsani ko'rsatganligini hamda o'zlarining atalmish tutib turish markazlari va turmalarga oid hech qanday paketni ko'rmaganligini, aksicha ularning shohid bo'lgani yerlikning yuqori suratli poyezd, shamol elektr stansiyasi va sayohatchilik, milliycha usul, yerlik uzum harqi ishlab chiqarish va yangicha qiyofat bilan o'zgartirilgan kanitlar Urumchining ozoda siyosiy atmosferasi ekanligini bayon qildi degan
va yana naytimi ustunlik bilan albatta Amerika axborot vositasi bo'lish bilan CBS tanlanma bayonlar orqali paketni burumlash va faraz qilishdagi tangpunlikni saqlashga urindi. Qandaqla bo'lmasin, Amerika va G'arbda keng tarqalgan Şinjan haqidagi boshqa mish-mish paranglarga selishtirganda bir qism obyektiv omillarni qo'shib, Şinjanning realligiga bir qadam yaqinlashdi. COVID-19 yuqumidan keyin Şinjan muvaffaqiyatli holda eshikni ochishni kengaytgan bo'lib, paketni sirtqi dunyodagi texnik ko'p kishilarga oshkorladi. Bir qism Amerika va G'arb sarxillarining Şinjan haqida tarqatgan cho'ng yolg'onlari o'tma-to'shik bo'lib davolg'ib qoldi. O'tgan yili 400 ga yaqin guruhidan kelgan 4300 dan ortiq chet ellik mehmon Şinjanni ziyorat qildi. Ularning ichida hukumat amaldorlari, diplomatik elchilar, diniy zotlar, mutaxassislar va akademiklar, muxbirlar va odatdagi kishilarmi bor. Ular Şinjandagi nurg'un joylarni ziyorat qilib, o'zlarining kuzatish ko'z qarashi va bayonlarini o'tirg'a qo'ydi. G'arb taratqularida tarqalgan Şinjan haqidagi qo'rqinchli xabar ularning amaliyotda ko'rgan va anglaganlari bilan mos kelmadi. Şinjan sayohat kasbini taraqqiy qildirmoqda va dunyoning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilarni qizg'in qarshi oladi. Go'zal tabiiy manzaralar, kishini maftun qilarlik yerlik an'analar va mo'l sayohat boyliqlari bilan izlanishni kutib turgan g'oyat zo'r yoshirin kuchi bor degan. Shuning bilan birga atalmish Şinjanning taraqqiyotining yuqori ko'tarilganligini, G'arbning jazolash tadbirining ishga yaramaganligini, tinch, ozoda gullangan Şinjanning har bir Junxo millatining orzusi ekanligini, atalmish Şinjan haqida so'z-so'chak tarqitib, atalmish Şinjanni qo'rqinchli joyga o'xshatayotganlarning terrorlik faoliyatlariga o'xshash ta'sir ko'rsatadigan harakatlar bilan shug'ullanib, atalmish Şinjanning muqimligini, tinchligini buzishni maqsad qilganligini aytgan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor apandi buningga ijtimoiy axborot supisi X'da sun'iy amrohdan tortilgan rasmlardan foydalanib suzilgan xaritani naql keltirib radiya berib, hatto natsistlarmi cho'ng qirg'inchilik ilib berayotganligini inkor qilib, lagerlarni yangidan o'ltiraqlash yerlari, yahudiylarning ta'til markazlari deb atab, jurnalistlarning va boshqalarning jazo lagerlarini tekshirish va lagerlarga yaqinlashishini to'sgan. Vaqa to'qib chiqarib, zulmni niqoblagan. Baxtlik yahudiylarning tashviqotchilarini ishlab tarqatgan edi. Xitoymi Sharq Turkistonda o'xshash ishni qilyotdi. Jazo lagerlarini qayta tarbiyalash markazi, kasbiy tarbiyalash markazi deb atadi va Uyg'urlarni baxtlik ko'rsatish soxta tashviqotlari uchun naqsh aytib usul o'ynash sahnalarini vujudga chiqardi. CBS xabarlari dokladida muxbirlarning jazo lagerlari va turmalarga aloqador dalil isbotni ko'rmaganligini, chunki sayohatni Xitoy tashkillab, o'zi ko'rsatishni xohlagan joylarni sayohat qildirganligini bayon qildi. Sayohatchilar besilingan Sharq Turkistondagi Xitoy soxta tashviqot uchun qo'llanilgan Şinjanni sayohat qiladi. Jazo lagerlari va turmalar, qul ishchi lagerlari cho'ng shahar va noylardan uzoq chet yaqinlarga joylashgan dedi. Sharq Turkiston Cumhuriyeti Sürgündü Parlamenti Şivisiya Uyghur Komiteti 19 yanvar irqiy qirg'inchilik kunini xotirlash munosabati bilan Şivisiyani o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi davlat hukumatlari va o'rinlar shaxslardan Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun amaliy harakatga o'tish, Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rishiga yordam berishni talab qilish maqsadida 19 yanvar juma kuni Şivisiyaning poytaxti Stokgolmda namoyish o'tkazishni qaror qildi. Namoyish vaqti tushdan keyin soat 1 dan 3 gacha davomlashadi. Sharq Turkistonlik qarindoshlarning Şivisiya Tashqi ishlar ministrligining oldida o'tkaziladigan namoyishga qatnashishi talab qilinadi. Demasan jon bergan vatan qiyni Abduri Sarvi. Demasan jon bergan vatan qiyni vatanni ruhimning qitiga oldim. Ruhim u beyishga tutashgan janga. Kiydirgan beshimga shahona tojim. Ketsimu qo'limdan so'ygan tuproqim. Vatanim manguga mening. Mangala taliq u bebaho taxtim. Chunki u azaldan meningla haqqim. Haq uchun jon berdim, haq uchun ketdim. Qon kechish u nima so'ra meningdan. Shahidlik u nima o'ygan meningdan. Men qisos xanjiri, men etilgan o'q. Dushmanning ko'ksini izda meningdan. Vatan uchun jon bermak naqadar huzur.
Bilivol tebessum qatqan yüzümden, vatanga oşiqliq qandaq bir savdo, ko'rivol sen uchuq ketgan ko'zimdan. Eng ulug' söygini topaman desang, kel haram boqqa, kelgin Manasqa, izdigin shu yerda qolgan izimdan. Behishtin chiqqandek xushbo'y bir puroq, taraydu qonlarim singan tuproqdan. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.